Kanalimizga xush kelibsiz. Yana bitta kanalimizni pul ishlash tizimiga ulab berdik. Diqqat qilinglar, bu kanal pul ishlab turgan edi. Lekin pul ishlash tizimi o'chib qolgan. Mana apellyatsiya video qildik hamda kanalimiz pul ishlash tizimiga ulandi. Hozir kanal statistikasi ham yaxshi, kuniga o'rtacha $2 dan ishlab turibdi. Xo'p, kimni kanali masalan pul ishlab turgan bo'lsa, 100% ishonsanglar, men kanalimdagi hamma video o'zimniki, 100% o'zim qilganman desanglar, biz apellyatsiya qilishga yordam beramiz do'stlar. Apellyatsiya orqali bemalol kanallarni qayta pul ishlash tizimiga ulab olsanglar bo'ladi. Apellyatsiya do'stlar, aytib o'tganimdek, qilib beramiz hamda natija bo'lsagina to'lov qilasiz. Oldindan to'lov yo'q bizda. Oldindan to'lov olardik. Keyin masalan kanal yonmay qolishi va boshqa sabablar bo'lardi. Shuni hisobiga u xizmatni to'xtatdik. Hozir xizmat ko'rsatamiz kanalingizga polniy. Kanal pul ishlash tizimiga ulansa to'lov qilasiz. Shu. Kanal pul ishlash tizimiga ulansa keyin to'lov qilasiz. Lekin yolg'on ishlatsangiz, misol uchun hamma video o'zimniki edi deb unaqa qilsangiz, lekin baribir to'lovni olamiz. Chunki do'stlar, bu apellyatsiya qanaqaki, qachonki 100% video sizniki bo'lsagina, 100% video sizniki bo'lsa, biz qayta yoqib beramiz monetizatsiyani. Ularda ham masalan hamma video o'zlariniki ekan, shuncha apellyatsiya qildik, bittada kanal pul ishlash tizimiga ulandi. Endi qarab narsa borda, bitta to'y videolari ham bor, keyin mana ot haqida ham videolar bor ekan, ko'kkari haqida ham videolar bor, ma'ruzalar aralash qilganlarda, tushunasizlarmi? Kanal yo'nalishini bir xil qilsanglar, kanal stabilni yuradi. Agar yo'nalish aralash qilsanglar, mana shunaqa pul ishlash tizimi o'chib qolish ehtimoli bor do'stlar. Yordam kerak bo'lsa, mana shu monetizatsiya bo'yicha 99lik 791 32 32. Faqat Telegram orqali yozamiz. Salomat bo'ling.